Bola salomatligi kelajagimiz poydevori. Shu bois mamlakatimizda bolalar onkologiyasi sohasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilib, ushbu yo'nalishda tub o'zgarishlar amalga oshirilyapti. Xususan, yurtimizda ilk bor bolalar gematologiyasi va onkologiyasi sohasi kattalar shifoxonasidan ajratilib, alohida markaz sifatida tashkil etildi. Bugun ushbu manzil zamonaviy texnologiyalar, xalqaro tajriba va ilg'or davolanish usullarini o'zlashtirgan holda kichik bemorlar salomatligini asrash yo'lida samarali faoliyat olib bormoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan tibbiyot rivojiga qaratilayotgan yuksak e'tibor natijasida yurtimizda ilk bor bolalar gematologiyasi va onkologiyasi sohasi kattalar shifoxonasidan ajratilib, alohida markaz sifatida tashkil etilgan edi. Bugun mamlakatimizda ushbu yo'nalishda tibbiy xizmatlar sifati butunlay yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Xususan, prezidentimizning shu yil 19-maydagi tegishli qaroriga muvofiq 2025-2030 yillarda bolalar saratoniga qarshi kurash bo'yicha milliy strategiyani amalga oshirish chora-tadbirlari belgilab berildi. Bemor o'g'il-qizlarga sifatli tibbiy yordam kasalliklarni erta diagnostika qilish, oldini olish va samarali davolash borasida bolalar gematologiyasi, onkologiyasi va immunologiyasi ilmiy amaliy tibbiyot markazi mamlakatimizdagi yetakchi tibbiyot muassasasiga aylanmoqda. Bu yerda yangi turdagi ko'plab muolaja usullari amaliyotga tatbiq etilyapti. Muhimi, markaz zamon bilan hamnafas bo'lib, innovatsion davolash usullarini joriy qilish maqsadida yetakchi tibbiy tashkilot va klinikalar bilan aloqalarni ham rivojlantirmoqda. Jumladan, xalqaro hamkorlikdagi loyiha doirasida yurtimizda bolalar saraton kasalligini aniqlash va davolash tizimini modernizatsiya qilish maqsadida Vena tibbiyot universiteti bilan mustahkam aloqa o'rnatilgan. Buni asosiy mohiyati bizani mana shu davolashni yetakchi Yevropa klinikalariga mos ravishda optimizatsiya qilib, shuni o'zgartirishga qaratilgan. Bizani hozir xodimlarimiz hozirgi kunning o'zida 3 tasi Avstriyada stajirovka o'tmoqda. Yana 2 tasi mana ertaga uchib ketadi. 1 yil davomida yana 23 ta xodimimiz 1 oylik, 3 oylik, 6 oylik hamda 1 yillik stajirovkaga o'tib, deyarli barcha yetakchi mana shu shifokorlarimiz, yosh shifokorlarimiz mana shu Avstriya sistemasi bo'yicha ishlashni o'rganib kelishadi. Buni asosiy mohiyati yashovchalik darajasini oshirish hamda bolalar o'limini bizani patologiya, onkogematologiya bo'yicha 2,5 baravarga kamaytirish. Shuningdek, avstraliyalik mutaxassislar muassasani rekonstruksiya va modernizatsiya qilishga qaratilgan master rejani taqdim etdi. Unda bolalar saratoniga qarshi kurash bo'yicha milliy tizimni takomillashtirish uchun strategik tavsiyalar o'rin olgan bo'lib, ular ilg'or tibbiy texnologiyalar va davolash protokollarini joriy etish, shifokorlar va tibbiyot xodimlari uchun ta'lim dasturlarini tashkil qilish, shuningdek, sun'iy intellektdan foydalangan holda bemor marshrutizatsiyasini raqamlashtirishni o'z ichiga oladi. Avvaliga mavjud vaziyatni o'rgandik, tahlil qildik. So'ng bolalarni davolash ishlarini yaxshilashga qaratilgan reja va strategiya ishlab chiqdik. Endi esa vaqti bilan markazga kelib mutaxassislar uchun ma'ruzalar o'qiyapmiz. Bundan tashqari mahalliy shifokorlar bilan birgalikda bemorlar ko'riklarini o'tkazyapmiz. Muassasadagi ish jarayonini o'zgartirishga harakat qilyapmiz. Bu jarayonga nafaqat shifokorlar, balki hamshiralar ham jalb qilinmoqda. Bu ularga jamoa bo'lib ishlash imkonini beradi. Avstraliyalik mutaxassislar bolalar gematologiyasi, onkologiyasi va immunologiyasi ilmiy amaliy tibbiyot markaziga tez-tez tashrif buyurib, mahalliy shifokor va hamshiralar bilan muloqot qilmoqda. Bu safar ham Vena tibbiyot universitetining yetuk professorlari markaz mutaxassislari uchun kerakli bilim ko'nikmalarini berdi. Bizning maqsadimiz O'zbekiston bo'ylab bolalar onkogematologiyasini rivojlantirish uchun mahalliy kadrlarni Yevropa standartlari asosida tayyorlashdan iborat. Buning uchun turli yo'nalishda treninglar o'tkazyapmiz. Qolaversa, bu bilimlar ularga bosh miya saratoni va boshqa xavfli o'smalari bo'lgan bolalar uchun zamonaviy davolash protokollarini joriy etishda qo'l keladi. Ayni chog'da o'zbekistonlik mutaxassislar Vena tibbiyot universitetida ham malaka oshirmoqda. Vena tibbiyot universiteti bilan hamkorlik bilim va tajriba almashinuvi uchun asos bo'ldi. Bu esa kichik yoshli bemorlarga ko'rsatilayotgan ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam sifatini yanada oshirishga xizmat qiladi.